Voy maşallah. Hani bunisi ham shunaqa. Voy. Mana hali. Ne ko'ryapsizmi? O'zi unaqa jazor ham qaramabsan-da o'zi jasur o'zi. Yo'q, aytdim-ku, başta 15 kundan beri kelganim yo'q. Boyagina pomidorlarni, mana ularni ko'rib ko'nglim qolib ketdi-da. Oxiriga 15 kun qaramay ham qo'ydim. Bu yog'ini nima deding? Volgograd deding? Volgograd bilan boyagina pochkali bor edi-ku, ota. Ha, bo'ldi, tushundim. Yo'qlaringda вообще hech yo'q-da. Ha. Shu mana shu 3 ta. Mana shu 3 ta qator. Boyagi Sheraldan kelgan boyagi 800 tami, 700 ta ko'chatimni shundan pomidor olyapman. Hozir 500 kilo oldim shundan hozir. Qani men mamrisini ham ko'tarib tegini bu ham. Meva rasa solgan boshqa qilgan-ku, buni endi suvini ham berish kerak-da. Suvini endi beramiz endi. Yaxshi. Aytayapman, o'z yo'lda ko'rdingiz-ku, texnikani aytib vaziyatni tushuntirdim. Texnikalar ham ana bo'lib qoldi. Sal oyoq texnika bo'lmagandan keyin muammo bo'lib qolar ekan bu yoq. Mana 12 kilometr bu yoqda daladan qiynalganlar ko'radi. Просто suvda qiynalib qolyapti. Juda serhosil pomidor rosa solgan. Bitta anaqada 20 talab ham soldi. Men sanadim o'tgan safar kelganimda. 20 ta dona sanadim. Bitta palakda. Bitta palakda 20 ta sanadim o'zim. Anaqa boya gulpullarni ham hisoblaganim yo'q. Maşallah. Alloh barakasini bersin ekan. Yomon bo'lmagan. Yomon bo'lmagan. Endi suvning oziqasini vaqtida mana amyolaringni ham tegi liq to'laydi, chiqich. Mana pomidor bo'lyapti mana shular. Voy men. Mana bu yog'ing sal yirikroq ko'ryapsam, nariyoqqa nisbatan bo'lsa ancha yirik-da. Mana qush ham yeb tashlagan, men nazarga qo'ygan. Qarang, endi bundan yog'iga bitta tuyum ham yo'q, gul ham yo'q. Faqat mana shu kecha bunaqadan Sheraldan sizlardan kelgan ko'chatim yaxshi zo'r chiqdi. Mana shundan anaqa qilyapman, sotyapman hozir. 2 uzum, 3-chi uzumni endi uzamiz-da. Inshaalloh. O'sha sinovga ektirgan edik. Yomon emas, brendoviy kompaniyani yaxshi urug'i juda maqtab berilgan. Hosildorligi zo'r, issiqqa gullashi zo'r, kasalga chidamliligi boshqasi. Endi bu Jasur ham 15 kunda bir marta kelayotgan ekan. Dalaga. Qisqasi o'ziga yarasha qaro, suv, oziqa, qisqasi hammasi. Shunaqa holat bu. Bitta mana mamyoda ekanida hosil yo'q deydi, mamyo вообще bonkali ishinsi yo'q deydi. Nu har holda mashindan bordi. Mashindan terib turibman deyapti. Ekkan 8 ta ko'chatdan. No, yomon emas. Alhamdulillah, yomon emas. So'qoqda ham ektirganmiz. Inshaalloh uni ham ko'rsatamiz. Moshini bo'lgan. Bu ham moshini bo'lgan. Mana. Bitta shoxda. Mana shu hozir bitta patalab chiqqan shoxida mana yonidan patalab chiqqan-ku. Shuni qarang. Endi 1 shuni o'zida 6 ta, mana 5 ta, 6 ta. Endi buni boqsang, yaxshilab suvini bersang, hatto suvini o'zini bersang ham normalniy semirib beradi-da, Jasur. Qara shuncha meva. Shuncha meva. Yo'q, lekin o'sha qattiq issiqlarga qolib ketdi, qattiq issiqlardan aqib qoldi dedim, o'shanda ham gulla berdi bu. Bu gul tashlamadi. Boyagi kechagi 45 gradusgacha issiq bo'ldi-ku. Bizda endi undan ham ko'p bo'ldi. 45 ko'rsatdi. Bular umuman gul tashlavordi. Bular umuman gul tashlagan yo'q. Ana shu qanday turgan gullagan bo'lsa, o'sha gullagan, bu buncha-buncha tuyganlari ham tushib to'kilib qoldi. Buniki mana. Yaxshi. Shoxlarni ko'tarolmay qolyapti. Yaxshi, Alloh barakasini bersin. Mayli, shu ulardan bo'lgan mashinani oldim, Jasur ishqa. Endi xudo xolasa yana bitta mana shu anaqadan ekaman, sortdan. Qolgani bekar ekan. To'g'risi. Yaxshi, boshqa yaxshi gibridlar ham bor. Faqat buni vaqtda yurish kerak emas. No, действительно. Boshqasidan mana qilmadim-da, mazza qilmadim-da. Ko'rdingizki, 2 xil sortdan ham ekdim. Mana hozir bu Sheral jo'natgan ko'chatdan ham ekdim. Hali ham bu ko'chat ancha anaqa bo'lib qolgandi. Keyingi yilga qilib beramiz o'zingga, urug'ini ham, ko'chatini ham, boshqasini ham hammasini inshaalloh qilib beramiz. Zo'r bo'ladi. Keyingi yilga demak, ochovdaligi ham yaxshi. Kandidat pomidorimiz bor, otini qo'yamiz. Bu chiroyliroq, Chiroyliroq ism qo'yamiz.
Qizlarning ismi moda bo'lyapti-ku hozir pomidorlarga qo'yish. Shunaqadan qo'yamiz, inshaalloh sotuvga chiqaramiz. Boshqalarga ham shundan tavsiya beraman, xudo xohlasa. Pomidor ekadiganlar bor. O'zimni ukamlar bor, akamlar bor, bir ikki jiyanlarim ham borda, ular ham har yil pomidor ekadi. Xudo xohlasa, mana shuni akam ham, bitta akam hozir endi bu yoqda edi, Taruz tarafda edi. U ham ko'rsa, mana shunday ekish kerak, mana shunday ekish kerak ekan deb anaqa qilib qoldi, ancha. Yaxshi-ku, endi qarasham kerak-da endi uka. Yaxshi qarasham kerak-da. 15 kunda bir marta dalaga kelganing bo'lmaydi-da, uni suvini berish kerak. Oldin tez-tez kelib turardik. Mana anaqadan keyin vaziyat tushuntirdim-ku. Mana ko'nglim qolib ketdi-da bulardan. Shundan keyin mana uchariq uchun kelib ketish shu. Alhamdulillah, qattiq telladi bu, lekin anchadan beri uni tellamayotgan edim. Rosa pishkom yurdik. Bu yerda nima edi? Lekin zo'r ter chiqdi lekin. Ha, bu yoqni aytsan-da. Ha, bu yog'i shu mana ahvol. Lekin bir kunda ekilgan. Hammasi shunaqa bo'lib ketgan bu Hammasi yerda. shunaqa bo'lib ketgan. Xo'p, virusga chidamliligini aytmoqchiman akalar. Mana bu pomidor hammasiga 100% virus tushib ketgan endi. Sortini o'zi ham eslolmadi, men ham bilmayman nimaligini. Qisqasi, 100% bu yoq tarafiga virus tushib ketgan. Mana bu yoqlarga endi o'sha yerda 3 qatorida virus tushmagan. To'g'ri, meva sal maydonroq bo'lsa ham nima bor, 100% gullab bergan. Yaxshi. Alhamdulillah, demak yomon emas ekan. Bu 3-uzumda, birinchi uzum, ikkinchi uzumlarda katta-katta edi. Yirmidi? Ularni terib oldim-da o'sha. Birinchi uzumda terib oldim, ikkinchi uzumda terib oldim. Ular katta-katta edi. O'sha bu 3-uzumga kelgandan keyin sal maydalashib qoldi-da. Aytib 15 kundan beri kelganim yo'q, so'mochkami. 15 kundan keyingi ahvoli. Ungacha pomidor birinchi uzumi vaqti katta-katta mana shunday pomidor bor. Ikkinchi uzum ham shunaqa edi. Bu endi 3-uzum bo'lganiga sal maydalashib qoldi, endi oxirlashyapti. Yaxshi. Alloh barakani bersin, Jasur. Duo qilamiz, keyingi yilga bu joylarda tarvuz ham ko'p ekilar ekan, mushni tarvuz ekilar ekan. Pomidorni ham beramiz. Mana shu urug'imizni nomlarini qo'yib inshaalloh tarvuzimizni uzun polvonni bilasizlar, faqat bitta uzunchoq tarvuzga qiziqishmas ekan. Xuddi o'sha uzunchoq tarvuz, uzun polvonni dumaloqqa bordim. O'sha dumaloqdan beramiz, Jasur. Dumaloqdan bosasizlar, juda ham ko'pchilik odam tarvuz ekar ekan, qovun ekishga qo'rqib qolishdi. Qurchib ketayotgan ekan qovunga. Ayni, hamma dehqonlarimizni dehqonchiliklariga Alloh baraka bersin. Shunaqa issiqlarda, dalalarda tillab pishib mehnat qilib yurishibdi. Alhamdulillah. O'zimiz akalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.